O'zbekiston internetini portlatgan, ya'ni sparkchilarning og'zidagi suvni oqizgan mashinamiz mana shu bo'ladi. 2 millionga yaqin prosmotr yiqqan mana shu sparkimiz, bilasizlar. Bu mashina haqida juda ko'pchilik so'ragan, juda ko'pchilik qiziqqan, saloni, balosi, hamma narsasi detalli. Mashina tuningiga e'tibor berib qo'yasizlar. Mashina hali tiniq turibdi. Kuzovi ham, boshqasi ham. Xo'p, kelingizga qisqacha ma'lumot beraman. Egasi bilan gaplashdim mashinada. Tuningiga ketgan narxini aytsanglar, jinni bo'lib qolasizlar. Точный. Chunki jinni bo'lmasligi iloji yo'q. Tuningiga hozirgi kungacha 2015 ekan mashinamiz. Salondan o'zlari olib chiqqan ekan. Hozirgi kunigacha 45 ming dollar ketgan. Faraz qilyapsiz. Mana shu mashinaga 45 ming dollar tuningiga ketgan. Spark ishlatish jinnilik deb o'ylashinglar mumkin, lekin yo'q, kechirib qo'yasizlar. Hobbiga degani, hobbi uchun 45 ming dollar ishlatish degani bu normal holat. Ya'ni bu jinnilik qanaqa, ya'ni yaxshi tomonlama jinnilik. Spoilerlarni qarang. O'tgan safar bizdan ko'pchilik buni salonlarini so'rashdi. Bu haqida yana общий bitta obzor qilamiz. Egasi bilan gaplashdim. Lekin siz mana bu mashinada ideyani qarang. Qanaqa tanlaganlar salonlarini. Вообще klass. Lekin men 45 ming dollar deyishdi to'g'risi. O'zim ochilib qoldi. Shu paytgacha ishlatilgan tuning. Ya'ni eng qiziq, eng katta summa qayerga ketgan desangiz, mashinamiz plyonkasi bu vaqtgacha 5-6 marta almashgan va o'shani o'ziga 10 ming, 15 ming dollar ketgan. Вообще 45 ming dollar. Qarasalarsizlar, Sparkka